Tamның yakın adışı. Wang Wang mening eng yaqin adışım. Bugun men uning uyida bir kun o'ynayman. Yana texi qo'nibmi qolaman. Shunga plash kiyimim, tish cho'tkam va eng amroq o'yinchiqimni elib keldim. Qarshi olamiz, suyumli Tam, dedi Wang Wangning onasi menga. Wang Wang meni hujrasiga boshlab kirdi. O bir muncha niqoblarni yig'ibdi. Niqoblar bir-biridan chiroyli ekan. Wang Wang bani televizorlardagi cho'lponlarda usul o'ynayalaydi. U haqiqatan bak qoltis ekan. Balarim, bu yoqqa kelib pecheni yanglar. Biz oshxonaga yugurib kirdik. Wang Wangning onasi menga Afrika qo'tirmichi yeging bormi? Agar xo'shing bo'lmasa, yemasangmi mayli. Chunki har qanday kishining yoqtirmaydigan narsasi bo'ladi, dedi. Qo'tirmash intayin mazlik ham yeyishlik ekan. Av nima? Men Tamga issiqlik bir narsani ko'rsatib, past ovozda so'radim. Uni faqat ko'rib boqmoqchi ekanman. Ha, qapoqni da'vatamsan, dedi Wang Wangning onasi. Qapoq deganimiz bir xil o'simlik. Buni qapoqda yasagan. Hey Tam, tez kelib qarg'ina, bu dadamning cholg'usi, dedi Wang Wang. Bu Afrika dumbiqi. Cho'ngini dadam chaludi, kichikini biz o'ynaymiz. Bu kislofon, dedi Wang Wang yana. Nima degan sirliq ovoz bu? Bak yaqinlikkan. Wang Wang kislofon chilib naqsha etdi. Lekin aytgan naqshani azroqmi tushunmadim, dedim men. Bu Lingala tili, dedi Wang Wang tushundirib. Sen mening adishim degan naqshini aytdim. Men kislofonni ajoyib yoqtirib qoldim. Men o'yna hamma ishni unutib ketibdiman. Men beshimni ko'tarib, tuyoqsiz oldimda bir olvosning turganligini ko'rdim. Men qattiq qo'rqdim-da, badar tikivetdim. Yugurgach, qutuldiringlar deb to'vladim. Ana, men niqobni taqab Tamni qo'rqitib. Adishingni qo'rqitmang yaxshi bo'lmabdi. Lekin Tammi bekli qo'rqinchoq ekan. Wang Wang bek oshirvetdi. Men rostdan xafa bo'ldim. Men texi uni adishim deb yuribdiman. O ko'nglimni bek og'ritdi. Amdi narslarimni elib uyimga ketaman. Qo'rqma Tam, niqoblarning hammasini yig'ishtirib, dedi Wang Wangning onasi. Wang Wang yana yig'ib saqlagan o'yinchoq hayvonlarni chiqardi. Bizning uydami nurg'un o'yinchoq hayvonlar bor. Men suv qalisi bilan sening pilingni tegizsam bo'lamdi, dedim men. Wang Wang ma'qul bo'ldi. Men yanala Wang Wangga amroqligimni his qildim. Shu asnoda eshik ochilgan ovoz anglandi. Wang Wang yugurib berib dadasining quchog'iga o'zini atdi. Dada, adishim Tam keldi. Tam, bu mening dadam. O musikat. Hamisha sirtlarda o'yin qo'yib yuriydi. Qandaq ahvoling Tam? Dedi Wang Wangning dadasi. Sen bilan tanishganimdan intayin xursandman. Dada, Tamga musiqa chalib bergina, dedi Wang Wang. Wang Wangning dadasi darhol dumboqni chalishga boshladi. U dumboqni kuchab chalg'ashqa butun badanim titrab ketdi. Wang Wangning dadasi bir cho'ng Afrika dumboqini oldimga qo'yib berdi. Men uni to'rab chaldim. Ba'zida xato chalib qolsammi, hargiz umidsizlanmadim. Wang Wangmi shoq chaldi. Biz ba'ayni bir orkestrga o'xshab qolgan edik. Uy ichi tamoqning mazlik purqiga to'lgan edi. Wang Wangning dadasi, "Endi tamoq yeymiz. Chiqinglar, qo'linglarni yuvib kelinglar", dedi. Stolga men ko'rib boqmagan saylar yozilgan edi. Faqat ko'rish oshnoq dunyoladim. Ular tamoqni qo'lda yeyotdi-ku. Bundaq ishni azal churtib boqmabdi ekanman. Wang Wangning onasi menga
ularning dövlətində mushundaq odatning borligini aytib berdi. Ularning odati bizniki bilan qarama-qarshi ekan. Bo'libmi, buvamlarning uyida qo'lda tomoq yeyishga qat'iy yo'l qo'ymaydi. Wang Wang menga tomoqni faqat bir qo'lda yeyishga bo'lganligini aytdi. Men nihoyatda huzurlanib yig'ladim. Bir chog'da Umashning Halit qo'rqidan seskinib yetolmay qoldim. Endi nima derman? Wang Wangning dadasi xafa bo'lib qolarmi? Esta, yig'lig'im kelyotidi. Wang Wangning onasi buni ko'rib menga "Manixot umichini yoqtirmadingmi? Hech qisi yo'q. Qo'lingdagi salfetkaga tükürversang bo'ladi" dedi. Uxlaydigan chog' bo'ldi. Wang Wangning dadasi bizga gap qila oladigan qapoq degan hikoyani aytib berdi. Bu hikoyadagi qapoq azaldan yolg'on gap qilmaydi ekan. Men bu hikoyani bak yoqtirib qoldim. Uchimiz bak ko'ngillik o'ltirdik. Wang Wangning dadasi hikoyani tugatib bizga "Yaxshi tush ko'ringlar" dedi. "Siz nimishqa bunda qara?" deb so'radim men uningdan. Chunki bizning davlatda quyosh nuri bak kuchlik. U meni xuddi dadamdek sevib qo'ydi. Men parvatda kichik iyiqimni chim quchoqlab ketib, yana bir vaqt bo'lganda andin uxladim. Yerim kechada cho'chib uyg'onib ketdim. Atrof qop-qorong'u edi. Hatto Wang Wangni ko'rgili bo'lmaydi. Onam, men yig'ladim. Wang Wang ota-onasini to'g'lig'ini chiqib ketdi. Wang Wangning dadasi yugurib kirib meni go'lladi. Men uni ko'ribla kulib ketdim. Chunki u kiyib olgan uxlash kiyimi bek kulkilik ekan. Xuddi bir yopqiga o'xshaydi ekan. Uchimiz tangli kulishib ketdik. Wang Wangning dadasi bizni quchoqlab, "Ham, uyimizning sizlarnikiga o'xshamaydigan nurg'un joylari bor. Lekin osmonga qarg'ina. Oy hamma kishilarga o'xshash nur chachidi" dedi.